Sinfimiz Jannat oroli deb nomlanadi. Boshlaymiz. Javob. Javobni og'zaki aytamiz. Ikki turga bo'linadi. Barakalla. O'tirib olamiz. Keyingi o'quvchimiz chiqamiz. Diyana. Kichkina xaritachani bosamiz. Aniqlovchi, to'ldiruvchi hol. Barakalla. Keyingi o'quvchimiz kim chiqadi? Charos. Tezroq bo'lamiz o'quvchilar, zvonok bo'lib ketdi. Nimaga birinchini ustiga bosdik, Charos? Keyingiga. To'ldiruvchining savollarini sanab bering. Aha, sanaymiz to'ldiruvchini. Necha turi bor edi to'ldiruvchini? 3 ta turi bor. 3 ta turi bormi to'ldiruvchining o'quvchilar? 2 ta turi bor edi va savollari? Vositali vosita. Xo'p, savollarni aytamiz. Savollari to'ldiruvchining Kimga, nimaga, qayerga, qanaqa kiradimi? Yo'q, kirmaydi. Demak, davom etamiz o'quvchilar. Charos qayta o'qiydi. Boshqa o'quvchimiz Asila, chiqamiz.